Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 24-iyun 2025-yil. Biz Olmazordamiz. Chinoz tumani. Shu gibridimizni yetishtirgan dehqon bilan ikki og'iz shu haqida, agrotexnikasi haqida suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdujabbor aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Abdujabbor aka, endi bir ikkita savollarimiz bor edi sizga. Ma'misdan birinchi yil ekishingiz? Birinchi yil ekishim. Bu qachon ekilgan? Qachon ekilganda Ko'chatlari. 10-martda urug' tashladim. 20 kun fikr nimada 20 kun nima turdi? 20-aprelda ekildi. Ko'chatlar 20-aprelda ekdingiz. Yerga qadaldi shu bir kuni 20-aprelda yerga qadaldi. 20-aprel kuni ekilgan. Kapilni yo'q. Kapil yo'q. Oddiy Oddiy qilib dehqon holatda ekilgan. Orasi necha ekkansiz? Ora ko'chat bilan ko'chatning orasi 1 metrga 3 dan 33-35 santimetr, 40 santimetrgacha endi примерно ekilgan. Nima qilinib? Ariq bilan pushtan orasi pushta 1 metr, ariq 60 santimetr. Ha, bo'ldi. Endi buni agrotexnikasida ham ikki oz savol bor edi. Changlatishlar qanaqa bo'ldi? Biz eshitishimiz bo'yicha 3 ta kis changlatmabsiz deb eshitdik. 3-chi kiskacha pashti 4-chi kiskacha 3-chi kiskacha umuman bir dona ishlatgan yo'qman anaqa. Ha, changlatuvchi. Changlatish ishlatgan, o'zi changladi, faqat teplisani 4 ta tarafi, hamma tarafi ochiq edi, o'shaning hisobiga yaxshi o'zlari changlab oldi. Keyin quyosh chiqqan sababi ustiga setka tortdim, endi quyosh nuri o'tadimi, o'tmaydimi deb 50% lik setka yopganman ustiga. 4-chi kisdan 5-chi, 6-chi kiskacha boshini qirib tashladim. Xudo xolasa hosilimiz yaxshi deb o'ylayapman o'zimcha. Birinchi yil ekishim, men unaqa dalada ekib yurganman, teplisini unaqa tushunavermayman. Birinchi yil qilishim, ekishim Sizga ma'qul bo'ldimi? Bu gibrid nima deysiz? Yutig'i, kamchiligi. Bozorgarlik ham, men glavoy bozorgarlik zor. Misol dalani pomidorini yetishiga misolga Allohning nimasi-ku endi. Narx zo'r misol. Bu dalanga qaraganda sal qimmatroq sotyapsiz. Mevasi. Mana klientlar 3 ta 4 tasi aralab yuribdi. Menga ber, hozircha hali ishlarim bor. Ertaga xudo xolasa teramiz ha. Ertaga pochin xudo xolasa. Pochin xudo xolasa. Bo'ladi. Barakasini bersin, xudo quvvat bersin. Charchamang. Rahmat.